Dada, mana ovqatingiz, men bozorga borib kelay. Ha, aytgancha eshitish apparatim buzilib qopti. Shuni tuzatib bera olasizmi? Nima qildingmi? Suvga tushib ketdi-da. Bo'ldi, ko'rib qo'yaman. Bozoringni bersin qizim. Yaxshi borib kelgin, yaxshi sotib olgin. Hop, dada, men ketdim. Ko'katlarni olib ketinglar. Ko'katlar bor, ko'katlarni olib ketinglar. Ko'kating nechi pul qizim? Balandroq gapiring, tog'a. Ko'katlaring nechi pul qizim? 1000 so'mga biri bor. Yangi ekan, ama? Ha, yangi. Ber, 10 minglik ber qizim. Hop. Rahmat, Mana tog'a, qizim. kelib turing. Bo'ldi qizim, rahmat. Ko'katlar bor, kellik ko'katlarga. Tog'a, ko'kat olib keting. Yo'q, shart emas. Tog'a, iltimos olib ketavering. Necha puldan? Bir bog'im 1000 so'm. 5 ta bering, bo'pti, xo'p. 10 ta oling do'stim. Ha? 10 ta. Ya 5 ta bo'ladi. Bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ldi, bering. Mana, Mana. solavering. Hop. Rahmat. Ey Allohim, o'zingga shukr. Ko'katlarni ham sotib oldim, olma ham oldim, tovuq go'shti ham oldim. Endi uyga borib dadamga mazali ovqat qilib beraman. Ishqilib tuzatsin-da. Qizim bechora bozorda nima qilyapti? Qiynalmayaptimi ish qilib? Tuzatchi. Ko'ngil bog'ida. Assalomu alaykum dadajon. Yaxshimisiz? Yaxshi bo'ldim, bozordan kelib oldingmi? Ha, keldim. Dadajon, nimaga ovqatingizni oxirgacha yemadingiz? Qornim to'yib qoldi qizim. Rahmatli onangga o'xshab, qo'ling juda shirin-da. Bir qoshiq yeng. Bo'ldi, rahmat yedim. Ha, aytgancha, dada, eshitish apparatini tuzatib qo'ydingizmi? Ha, tuzatib qo'ydim mana. Ko'rchi. O'zi ham zo'rmaganman-da senga. Bir eshitib ko'rchi. Gapirib ko'ring-chi, dadajon. Soliha qizim, eshityapsanmi ovozimni? Ha, eshityapman. Ha, biz tuzatamiz-da. Dada, bitta gap aytsam xo'p deysizmi? Mayli qizim. Dada, oyog'ingizga rasm chizib qo'yay. Qanaqa bo'larkin? Iltimos chizib qo'yay. Xo'p.